Bu hayotda katta narsalarga erishish uchun ba'zan katta orzu qilish kerak. Kimdir shunchaki orzu qiladi, kimdir esa bunga erishadi. Assalomu alaykum, qadri baland qadrdonlarim. Sizlar bilan YouTube'da yangi videoda ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. E'tibor markaziylarni Toshkent shahar Chilonzor tumanini Beshqo'rg'on mahallasiga qaratamiz. Qiymati 599 ming dollarga teng bo'lgan mana shu uyga bugun sizlar bilan birgalikda sayohat qilamiz. Ishonamanki, ajratgan vaqtingizga achinmaysizlar. Bizani qo'llab-quvvatlash maqsadida videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, bu biz uchun juda ham katta motivatsiya bo'ladi. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib olgan bo'lsanglar, qanunda boshladik. Xalqimizda gap borku, hovli oma qo'shni ol degan. Mana shu sababdan biz ham birinchi bo'lib hovlimizni ko'rsatishdan oldin mahallamizni, qo'shnilarimizni, yon atrofdagi uylarni ko'rsatishni lozim topdik. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, ko'chamiz juda ham keng va yon atrofda bir tekis juda ham chiroyli qurilgan imoratlar joylashgan. Chilonzor tumanining Beshqo'rg'on mahallasidamiz. Uyimizning umumiy maydoni 6 sotixli yer maydoniga qurilgan. Umumiy hisobda 8 ta xona, 2 ta oshxona, 2 ta hol va 5 ta sanuzl ichkarida mebel texnika jihozlari bilan to'ldirib qo'yilgan. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, uyimizning tashqi tarafida ham juda ham chiroyli o'zini yashil hududlari, archalari ekilgan. Bitta gap bilan aytganda, hammani orzusidagi uy mana shu uy bo'lsa kerak deb o'ylayman. Sababini hozir ichkariga kirganda obzor davomida o'zingizlar ko'rib tushunib olasizlar va albatta sizlarning fikringlar men uchun juda ham qiziq. Izohlarda uy haqida o'z fikringlarni uyni ko'rib bo'lgandan keyin yozib qoldiringlar. Mana bu pulut nima ekan deyotgan bo'lsanglar, qo'limga ushlab olganman buni. E'tibor bergan bo'lsanglar, mana darvozamiz sekin ochilyapti. Uyga mashinada kelganingizda bitta pulutni bosasizlar, mashinangizda darvoza sekin avtomat o'zi ochilib turadi sekin va mashinadan tushib o'tirmasdan shunda uy ichiga olib kirib keturasizlar. Darvozaxonamizdan e'tibor beryapsizlarmi? Kattaligiga adashmasam shu katta mashinalardan 4 tasi ham bemalol sig'sa kerak. Endi qani marhamat ichkariga kiramiz. Bismillahirrohmanirrohim deb mana shu darvozaxonani o'ziga kiraverishdan uy odamni qanaqadir kutib olyapti-da. E'tibor beringlar, bu darvozaxonamizning chap tarafidagi devorlar qanaqa figuralar qilingan, ajoyib galagellar, biralar, qo'shimcha chiroqlar. To'g'risi men o'zim sizlarga obzor qilib beryapman, lekin o'zim mazza qilyapman. Endi darvozaxonadan kirib kelganimizda o'ng tarafda birinchi eshikni ko'ryapmiz. Bu asosiy oldi tarafdagi binoga asosiy kiraverish eshigi bo'ladi va sekin astalik bilan yurib kelar ekanmiz. Biz kattagina keng, yashil hududlari ham juda ham katta bo'lgan hovlini ko'ramiz o'rtoqlar va uyimizning past tarafida bir qavatli juda ham ko'rkam imorati joylashgan. Birinchi bo'lib mana shu past tarafdan boshlaymiz. Sizlar bo'lsa endi asosiy oldi tarafdagi 2 qavatli imoratimizning hovlidan ko'rishingiz mumkin. Kattagina mana bunaqa juda ham ko'rkam balkoni joylashgan va bu yoqda mana darvozaxona taraf qaranglar, naryoqda qo'l yuvish uchun rakvinalar, oynalar, xullas 5 ta, 6 ta farzandi bor katta oilalar bo'ladi-ku. Mana shunaqa oilalar men o'ylaymanki bu yoqda maza qilib yashashadi. Hovlini kattaligiga e'tibor beringlar. O'zi hozirgi kunda talab aslida kichkina 2-3 sotixli uylarga ko'proq bo'lyapti. Bunaqa katta uylarni asosan shu kattaroq oilalar olishyapti. Endi kelinglar, sekin astalik bilan past tarafdagi imoratimizga kiramiz. Qani bismillahirrohmanirrohim. Imoratga kirib borar ekanmiz. E'tiboringlarni mana shu zinaga qaratmoqchiman. Zina bitta, 2 ta, 3 ta. Bu yoqda mehmonlar kelganda yoki o'zingiz kelganingizda oyoq kiyimlarni bu yoqga yechib qo'yadigan bo'lsangiz, chang tepaga ko'tarilmaydi. Kafillar ranglariga e'tibor berasiz. Qora, oq kafillardan juda ham chiroyli kombinatsiya qilingan va interyerimiz
to'laqonli dizayn loyiha asosida bitqazilgan neoklassik uslubida devorlardagi figuralar va patologdagi ajoyib realisli chiroqlar juda ham ko'rkam bo'lib turibdi. Qani marhamat, bu binoga kirganda endi mana bu eshik qayerga olib kirar ekan deyotgan bo'lsanglar, umumiy bu sanuzilda e'tiboringlarni qarataman. Bu yog'i devor rangiga moslangan va ichkari qismi oq qilingan. Bu mana shu past tarafdagi imoratimizning umumiy yuvinish xonasi bo'ladi. Bu yoqda dushini ko'rishimiz mumkin. Razdvijnoy eshik bilan surilib ochiladi dushlari va yonginasida unitaz joylashgan va qo'shimcha polkalari. Buni yonida juda ham bir sochniy rangda olovrang shikof yasalganda, bu shikofimizning ichiga isitish tizimlari, kotyollarimizni tiqib ketilgan. Qo'shimcha yana mini stabilizatorlar ham bor. O'rtoqlar, ochig'i shamollab qolganim uchun tomog'im sal bo'g'ilib, g'alati sizlarga noqulay eshitilayotgan bo'lishi mumkin. Buning uchun sizlardan uzr so'rayman. Uni qo'ldan kelgancha sizlarga maksimalni chiroyli yoritib ko'rsatib berishga harakat qilaman. Va bu yoqda biz rakvinasini qo'shimcha tortmalarini ko'ramiz. Shaxsan o'zimga mana shu oynasi juda ham yoqdi. Juda ham bir nozik tab bilan tanlanibdi bu oyna. Chiroyli, ajoyib. Kafillarimizni kombinatsiyasi soch yuvadiganlarimizni qo'shimcha sushilkalar, yana qo'shimcha aksessuarlar, xullas yuvinish xonasida nima kerak bo'lsa hammasi mujassam qilingan. Endi mana bu eshikka e'tiboringlarni qarataman. Bu ham razdvijnoy qilib. Bu razdvijnoy emas ekan, adashib ketdim. Bu ochilar ekan. Naryo tarafda eshik shunaqa edi, razdvijnoy. Xullas bu xonamizni kattagina mehmonxona. Ikki yoq tomonlama juda ham chiroyli qandil ilingan va devorimizning mana bu yoq tarafi bo'rtib chiqarilgan, televizor qo'yish uchun mo'ljallangan. Masalan, bu mehmonxonani bir yoq tarafini stol zona qilinadigan bo'lsa, bir yoq tarafini biz divanli zona qilib ham foydalansak bo'ladi. Va bu xona orqali ichkariga kirar ekanmiz, ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxonani ko'ramiz. Uyimizning isitish tizimlarida radiatorlar, plus yana to'pli pollardan foydalanilgan va mana bu kravat turadigan bosh tarafiga e'tibor beringlar. Ajoyib, bu yoqda bir boshqacha bira turibdi va bu yoqda boshqacha osma bira qo'yilgan. Nu kreativ qilingan qandillar, qo'shimcha realisli chiroqlar. Mana bu tarafda devor dekorativ o'sha qoplama, ya'ni panel bilan qoplangan televizorlarning orqa taraflari va devorlarida mishkabina ko'zga juda ham yoqimli bo'lgan aboylardan foydalanildi. Kravat tarafi orqasini ko'rdinglar, oppoq buni qilingan. Bu asosiy ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona bo'lgandan keyin o'zining ichida albatta sanuzuli bo'lishi kerak. Bu yoqdan dushni ko'ramiz, rakvinasi, qo'shimcha tortmalari, shikoflari. Voy, mana buni lekin zo'r qilishibdi figurasini. Qaranglar. Endi bu yoqga bumagalar yoki qanaqadir shampullar qo'yib qo'yamiz. Unitazlarni ko'rsak bo'ladi. Zo'r. Har bitta xona keng va sanuzullari, garderoblari ham juda katta, keng qilingan. Bu yoqda mana ko'rishinglar mumkin. Bu garderobimiz. Endi bu yoqga shikof yasattiriladigan bo'lsa, bemalol ayollarniki ham, erkaklarniki ham men o'ylaymanki, sig'ib ketadi. Mana shunaqa ko'rinishda bu uyimizning bitta yotoqxonasi, bitta mehmonxonasi bo'ldi. E'tibor beringlar, yaxshi sifatli brenddan har bitta xonalarga konditsionerlar qo'yilgan va to'pli polimizning boshqaruv panellari ham har bitta xonamizning o'zida joylashgan. Ya'ni har bitta xonani o'zini alohida boshqarsanglar bo'ladi. Men bu eshikni razdvijnoy deb o'ylayman. Endi marhamat, bu yoqda ayollarning orzusi bo'lgan xona. Oshxonaga kiramiz. Ko'rishinglar mumkin. Hurmatli ayollar, mana shu oshxona mebelini rangiga o'zingizlar bitta xolis fikr bildirib ketinglar. Qanaqa chiqqan? Tepa mana qora tarafichi ochiladi, bu oynali qilingan. Juda ham bir yoqimli, hozirgi kunda juda ham bir ommalashgan, qanaqadir och, bejiviy deb bejiviy emas, qanaqadir pushti bo'lib pushti emas, juda chiroyli qilingan va mo'ykalarini mana yaqinroqdan olib kelib ko'rsatinglar. Necha xil bu yoqda suv tushadi. Bitta idish-tovoq yuvishga, bu yoqda stakan yuvishga, mana bu yoqdan yana tushadi. Endi hozir suv adashmasam o'chirib qo'yilgan. Tushar ekan. No, xullas, juda ham ko'p funksionalli mo'yka, gaz pechlari, menimcha hamma ayollarning orzusi bo'lsa kerak. Bu letam bor ekan, biz o'chirib qo'yamiz. Endi haqiqiy o'zbekcha bu yoqda joy qilinganda e'tibor bergan bo'lsanglar,
oshxonani polidan adashmasam 10 sm ko'tarilgan, sal balandroq qilingan. Bu nimaga? O'zbekcha ideya g'oya qilinganda, ko'rpachalarni to'rtta burchagiga solib, o'rtaga xon taxta solib, masjidda maza qilib o'tirib, hovlini tomosha qilib, bolalarning o'ynashini, choy ichib, dodalar, buvilar ovqatlanib o'tirishadi. Ideya zo'r qilingan. Mana shu sababdan ham mana shu yo'lga yastiqlarni qo'yganda to'g'ridan-to'g'ri devorga ishqalanmaydi-da. Mana bunaqa yog'ochdan qoplab ketishgan. Zo'ra. Bu tarafda biz domofonlarni ko'rishimiz mumkin. Ayollar oshxonada ovqat qilayotganda kimdir zvonokka bosib qoladigan bo'lsa, domofondan, kameradan hammasini kim keldi, nima bo'lyapti ko'rib turishi mumkin. Endi shaxsan o'zimga juda ham yoqqan yotoqxonani ko'rsataman. Kelinglar. Mana yotoqxonamizga ahamiyat beringlar. Kravatni orqa tarafdagi fotobo'ylaridan tortib, bu yoqdagi arkalari, ranglari, darvozaxonaga qaragan kattagina romi. Bu yotoqxonani nimasi yoqdi senga desanglar, mana bu juda ham katta garderobi. To'g'risi orzu qilaman mana shunaqa garderob bo'lishini. Nasib qilsa o'zim uchun yangi uy qurganimda albatta shunaqa kattagina keng garderob quraman va sizlar ham bu videoni saqlanib qilib olinglar. Sababi ertangi mana shunaqa uy qurayotganda mana shu ideyani olsanglar bo'ladi. Mana tayyor. Qaranglar. Garderob o'ng tarafimizda oyoq kiyim qo'yish uchun. Mana qaranglar. Mana bu yoq tarafiga juda ham ko'p hamma oyoq kiyimlarni akkuratni taxlab qo'ysak bo'ladi va buni yonida qo'shimcha shkaflari, tortmalari joylashgan. Bu yoqdan yana biz ko'ylaklarni mana bu vishilkalar qilib osib qo'ysak bo'ladi. Qo'shimcha kiyimlarni taxlab qo'ysak bo'ladi. E'tibor berdinglarmi? Mana ichidagi LED lampa mana bu mebelni ichini o'yib tiqilgan. Ichkari qismiga mana qanaqadir bo'rtib chiqib turmayapti, bir tekis turibdi va bu juda ham yoqimli. Har bitta polkani tepasiga shunaqa ish qilingan va katta paltolar, kurtkalar bo'ladigan bo'lsa, mana shu yoqga vishilkada taxlab ichigacha tiqib yuboriladi. Endi eng nozik joyini ko'rsataman. Mana. Qimmatbaho soatlar bo'lsa yoki ayollarning deylik izray uzuvlari bo'lsa, mana shu yoqlarga bemalol taxlab qo'yish mumkin. Mana bunaqa joyga soatlarni qo'yib, akkuratni qilib, mana bu yerga qimmatbaho taqinchoqlarni, uzuvlarni qo'yib qo'ysak bo'ladi. Va mana bu vishilkasi. Tushiramiz. Bemalol kiyimlarni ilib, yana bundoq ko'tarib qo'yaveramiz. Oynalar, eshik, ba'zi bir joylari mana katta oyna qilingan. Bu zo'r qatta nima turganini, qaysi kiyimingizni buni tashqaridan turib ham bemalol ko'raverasiz. Endi bu tarafni ko'ramiz. Bu yoqda ham xuddi shunaqa polkalar, qo'shimcha vishilkalar va mana bu joyiga e'tiboringlarni qarataman. Bu joyda shimlarni taxlab, mana bu joyiga bunaqa nimasi bor, taxlanadi, osib qo'yiladi shimlar. Hammasi bir tekis turadi. Bu yoqga yuviladigan kirlar tashab qo'yiladi. Shu uchun bu chuqur bir tog'oraga o'xshab ishlangan. Garderob bo'lsa, mana shunaqa garderob bo'lsa, o'rtoqlar, menimcha pastki qavatimiz sizlarga to'liqligicha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Endi biz asosiy katta binoga kiramiz. Ketdi. Asosiy binoga kirib kelar ekanmiz. Bizani kattagina, keng, yorqin mana shunaqa yo'lak kutib oladi. Bizani mehmonlarimiz kelganda mana bu yoqda juda ham chiroyli bir garderob qilingan. Qishki palto kiyimlar bo'lsa, bu yoqga qo'yib, sekin mehmonxonaga o'tirishadi. Endi o'ng tarafda bu binoyimizda birinchi ko'radigan xonamiz bu oshxona bo'ladi. Bu shinamgina oshxona. Mehmonlar uchun mo'ljallangan. Bu yoqda endi ovqatlarni tayyorlab tez mehmonxonaga uzatib yuboriladi. Ranglarini oppoq qilib juda chiroyli qilib qo'yishibdi. Barcha mebel, texnika, hamma narsalar bilan tayyor. Bu uyga o'zingizga kerakli jihozlaringiz bilan, kiyimlaringiz bilan kelsangiz bo'ldi. Boshqa hech qanaqa ish yo'q ekan. Va e'tibor bersanglar, bu yoq taraflarida katta romlar qilingan
hovlidan ham o'zi tabiiy uyga shunaqa bir yorug'lik tushyapti. Bu yoqda biz living roomni ko'ramiz, ya'ni hol deb o'rganib qolganmiz. O'zbekcha aytadigan bo'lsak, ayvon desak menimcha noto'g'ri bo'lmaydi. Kattagina ayvonimiz. Bu yoqda ham agar mehmonlar juda ham ko'payib ketadigan bo'lsa, stul qo'yib, ko'rpacha xontaxta qo'yib o'tirsak bo'ladi va uyni qurgan akalarimiz mana bu devori bu yoq tarafida juda ham chiroyli dekordan foydalanib rozetkalar qilishgan. Televizor ham qo'yib yuborsak bo'ladi. Endi eshiksiz bu yoqda ikki tomonlama kirish. Bu bizani uyimizni eng asosiy, eng katta mehmonxonasiga olib kiradi. Ajoyib hashamatli qandillarni ko'ramiz. Tashqariga qaragan ikki tomonlama romlarimiz joylashgan va bu taraflarida ham qo'shimcha mana bunaqa aksessuarlar, qanaqadir gullar taxlab qo'yish uchun oynali shkoflar yasalgan. Ochamiz, ichlarida o'zini chiroqlari bor. Juda ham bir nozik did bilan yasalganligi ko'rinib turibdi. Endi mehmonlar kelganda bu yoqga qo'shimcha aksessuarlar, gullar, yana nimadirlar qo'yib qo'yiladi. Endi bu xona orqali bu yoqdan yana bitta xonaga, yotoqxonaga kirsak bo'ladi. Endi hozir ichkarida ba'zi bir narsalar bo'lgani uchun uni ichiga kirib alohida to'xtala olmaymiz. Davom etamiz. Ikkinchi qavatga chiqaverish bu tarafda oppoqqina zinalarimiz joylashgan va joydan unumli foydalangan holatda mehmonlar uchun zinani tagida bitta unitaz, hojatxona ko'rishimiz mumkin. Mana rakvinalari bilan. Bu yerda kichkina fortichkasi bor ekan havo aylanishga. Qani unda ikkinchi qavatga marhamat. Ikkinchi qavatga chiqib kelganimizda bizani ikkinchi katta ayvonimizni kutib oladi. O'rtoqlar, mana qaranglar, kattaligini ajoyib qandillar qo'yilgan, juda ham bir chiroyli dekorlar bilan bezatilgan. Mana zinadan chiqib kelishimiz. Birinchi bo'lib mana shu o'ng tarafdan balkondan ko'rsataman sizlarga. Balkonni kengligiga e'tibor berasizlar. Mana perillalardagi naqshlarni qaranglar, hammasi temirdan, qo'lda, bir juda ham chiroyli ijod qilinibdi. Xuddiki yani simni o'rab chiqqanga o'xshaydi-yu, lekin bu qattiq temirda. Mana qaranglar, trubalarga o'ralib, uzumlarni shakli tushirilgan, bay uzumlarning shakli juda chiroyli, o'zbekona qilingan hamma narsa. Hovlini ko'rishinglar mumkin. Mana balkonimizdan bu yoqqa chiqib endi toza havodan nafas olib, hordiq chiqarib, bu yoqqa ham kichkina stulchilar qo'yib qo'ysak, o'tirib, choy ichib o'tirsa bo'ladigan joy qilsa bo'ladi. Sababi kattagina balkon. Endi katta ayvonni ko'rishinglar mumkin. Devorimizning bu yoq tarafida mebellar yasalgan, mana bunaqa jigarrang, tilla rangga o'xshash oynalar bilan kombinatsiya qilib, tagida qo'shimcha tumbalari va bu yoqda mana bunaqa qo'shimcha polkalarni ham ko'rishimiz mumkin. Bu tarafdan ochilar ekan. Qora oynali. Bu yoqqa ham boya aytganimdek qanaqadir aksessuarlar, nimadirlar taxlab qo'yiladi. Endi zinadan chiqqanimizda chap tarafga o'tamiz. Bu yoqda ikkita xonamiz joylashgan. Marhamat. Ko'rishinglar mumkin. Bolalar uchun yotoqxona qilib bersak bo'ladi. Bu yotoqxonamizning chap tarafida kattagina, yorqin, oppoqqina garderobini ko'ramiz. E'tibor berdinglarmi? Lustra yo'q. Asosan relsli chiroqlar va qo'shimcha podsvetkalar, patolog osma qilinganda juda ham chiroyli chiqqan. Shaxsan men o'zimga yoqdi. Neoklassika bilan minimalizmni uyg'unlashtirib yuborishgan. Aynan bu xonani interyerida juda ajoyib chiqqan. Endi davom etamiz. Bu xonamizning yonginasida ikkinchi xona. Mana bu xonamizda shu lustra qandillar bor, kravatning yon taraflarida shunga mos biralar, konditsionerlar va bu yotoqxonamizning bu yoq burchagida ham kattagina biza mana bunaqa qora oynali garderobni ko'ramiz. Marhamat. Mana shunaqa ko'rinishda. Aynan bu xonani men o'zim qiz farzandimga qilib bergan bo'lardim, narigisini o'g'limga. Sababi buni garderoblari katta ekan va bu xonani interyer mana lustralari shu qizlarga mos tilla rangda qandillar ishlatilgan. Endi mana shu rakursdan ayvonning kengligini ko'ringlar. Adashmasam uzunligi 10 metr chiqsa kerak. Endi o'lchab ko'rmadim-u, chamalab turib sizlarga aytayapman. Uchta juda ham chiroyli qandil, mehmonlar juda ham ko'payib ketadigan bo'lsa, mana shu ayvonimizdan ham bemalol mehmonxona sifatida foydalansanglar bo'ladi. Endi ikkinchi qavatimiz uchun mana bu tarafda umumiy sanuzulni ko'ramiz. Kattagina oyna va ajoyib rakvinasi, shkoflarini ko'ramiz. O'ng tarafda dushi.
Chap tarafimizda tahorat qilish uchun bide, qo'shimcha unitaz va yana sochuvlar ilish uchun qo'shimcha aksessuarlarni ko'rsak bo'ladi. Bu umumiy san'uzulimizda bo'ldi, ya'ni yuvinish xonasi, hojatxonalar. Endi eng asosiy ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxonaga kiramiz. Uyimizning eng oxirgi xonasi. Bu xona ham pastki qavatdagi yotoqxonaga o'xshashib ketadi. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. O'rtada mana kravat turadi. Kravatning ikki yoq taraflama cheti ajoyib dekorlar bilan bezatilgan va to'g'risi negadir kravatning ro'parasiga televizor qo'yish uchun rozetkalar qoldirishmagan, balki esdan chiqib qolgan yoki qilinmagan. Sababini bilmadim. Bu yotoqxonadan kirib kelganimizda chap tarafimizda erkaklar va ayollar uchun alohida garderob ko'ramiz. Buni eshigi razdvijnoy ochilar ekan, qo'shimcha polkalari va bu yoq ham deyarli xuddi shunaqa ko'rinishda. Bitta ayollarga, bitta erkaklarga. Mana bu eshikdan biz san'uzulga kiramiz. Mana shunaqa katta san'uzulni ko'rganmisizlar. Kattagina rakvina, katta oyna, interyerda har bitta mana bunaqa sochuv iladiganlargacha tilla ranglardan foydalanilgan smessi tillari italyanskiy Casa brendidan qo'yilgan ekan. Kir mashinalargacha tayyor qilib qo'yilgan sushilkalar. Bu yerga radiator qo'yilmagan ekan, negadir qo'yib yuborsa bo'ladi, lekin bu joylarimizda ham ko'plik pol qilingan. Unitazi mana bu yerda devor ichida shunaqa joy kirgizib, polga qoldirib betilgan, shampun, yana nimadirlarni qo'yib qo'ysak bo'ladi. Va marhamat. Dushovoyni ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa ko'rinishda o'rtoqli uyimizda bo'ldi. Albatta uy haqida o'z fikringlarni izohlarda yozib qoldiringlar. Qadrdonlar, uyimizni sizlarga to'liqligicha yoritib bera oldik deb o'ylayman. Uyimizni, obzorimizni manzur kelgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Uy haqida yana batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar, video tavsifida biz qo'shimcha nomerlar qoldirganmiz. Agar sizda ham mana shunaqa eksklyuziv, juda ham chiroyli, hashamatli uy bo'lsa, buni sotishga qiynalayotgan bo'lsangiz, biz bunda sizga professional yechim beramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.